$35.500 dollarga bir xonali uyimizni sotuvga chiqaryapmiz. Uyimizni pachka holatda birinchi egasi bo'lib yashaysizlar, xudo xohlasa. Bu uyimizni xohlasangiz naqdga xarid qiling, xohlasangiz ipotekaga xarid qiling. Uyimizni obzor qilib chiqaman. Asosiy qurilish eshigi, shkopli yasatib olsak bo'lar ekan. Bir xonali uyimizni bilasizlar, xohlasangiz zal qilasiz, xohlasangiz spalni qilasiz. Uyimizni o'zini balkoni ham mavjud. Bu yoq tarafga o'tamiz. Umumiy san'uzelimizni ko'rishingiz mumkin. Tayyor remont holatida. Endi esa uyimizning yuragi bo'lmish oshxonasini ko'rsatib o'tib ketaman. Bu uyimizni naqd pulga oladigan bo'lsangiz $35.500 dollar. Uyimizning umumiy maydoni 36 metr kvadrat, 16 qavatli domni 10-qavatida joylashgan. Manzilga keladigan bo'lsak, biz hozir Sokin makon turar joy majmuasiga kelganmiz. Sergeli 5-bekat Chinor metrosiga 3 kilometr radiusda joylashgan. Transport qatnovlaridan muammo yo'q. Uyimizni birlamchi ipotekaga xarid qilmoqchi bo'lsangiz, boshlang'ich $14.500 dollar to'laysiz. Oylik to'lov 3.600.000 so'mdan chiqadi. Narxi chiroyli bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Shu videoni bir xonali kvartira izlab yurgan tanishimizga jo'natib qo'yasizlar.